Mashhur va el sevgan san'atkor Erkin Kamilov ayni kunlarda muqaddas Makka va Madina shaharlarida farz amallarni ado etmoqda. Ko'pchilik uchun orzu bo'lgan bu ulug' safarni u o'z shogirdlari bilan birga o'tkazayotgani yanada e'tiborlidir. O'zbekiston xalq artisti bu kunlarni juda uzoq kutganini aytgan. Uni duo qilgan insonlarni ham unutmasligini, muqaddas joylarda ularni ham chin dildan duo qilayotganini ta'kidlagan. Ustoz va shogird birga bo'lishi bu ham o'ziga xos ramz. Ko'rinib turibdiki, shogirdlari ustoz bilan ziyorat qilishni sharaf deb bilgan. Ular ustoz bergan tarbiya va hayotiy saboqlardan mamnun ekanini bildirgan. Ziyorat davomida Erkin Kamilov yana bir sunnat amalni ham bajardi. 50 yildan buyon olinmagan sochini aynan muqaddas zaminda xursandchilik bilan oldirdi. Qachon oldirgan sochingizni? 50 yil avval. 50 yil. 50 yildan beri sochingizni oldirmagansiz. Safar davomida ular O'zbekistonda taniqli ustoz Abror Muxtor Ali bilan ham uchrashib, maroqli va mazmunli suhbat qurishga muvaffaq bo'lishdi. Bu kabi manzaralarni ko'rar ekanmiz, har bir musulmon qalbida bir tilak uyg'onadi. Parvardigor, bizni ham shu joylarga yetkazgin. Biz ham ustoz va uning shogirdlari qilgan barcha amallar va ziyoratlari qabul bo'lishini tilaymiz. Shu kabi so'nggi va ishonchli yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling. Assalomu alaykum azizlar, bugun ustozimiz bilan sevgiligimiz zotlariga iftor paytida kirishga harakat inshaalloh. Alloh nasib etsa sevgiligimizni yo'llarda iftor qilamiz. Ustoz, hayajon qalay? Bir umr kutilgan narsa. Bugun ro'yobga chiqdi. Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem bana hakikaten paylarda oturupuz. Hazır iddiamlı kılmamız. Abi Akar hava Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizce hoş geldin. Milyon insanlar size salamlar yolladı. Ama şunu sorularını kabul kılayım. Kabul kılayım. Kabul kılayım. Ya Allah. Az qoldi inshaalloh. Hazratim. Assalomu alaykum. Bu emotsiyalarni bu video yetkazib bera olyaptimi yo'qmi bilmadim, lekin bizni ham hayajonga soldilar hozir. Alhamdulillah nasib qilyapti inshaalloh. Hammaga nasib qilsin sizlarga ham. Assalomu alaykum. Ana. Havoni qarang zo'rligini, havoni. Go'zal bo'lyapti. Mazza bo'lyapti. Ustoz, charchamadingizmi? Yo'q, charchash yo'q. Maza qolsa? Havo yaxshi. Nimaga dim havo? Havo yaxshi, nimagadir dim havo. Ustoz, endi nafaqat farzandlari, balki shogirdlari ham burchi-da bu narsa. O'tganlarning oxirati obod bo'lsin, qolganlar salomat bo'lsin. Hali hayot davom etadi. Endi 80 kirdingiz. Uylaylikmi? Ha? Nima deysiz? Endi shu ana narsa qilib 127 kirib olsam bo'ldi. Yo'q, 127 ga inshaalloh kirasiz. Bitta momo bo'lsa baribir. Endi uni orasida nima voqealar bo'ladi, u Xudo biladi. Birdan Erkinjon deb qolsa, labbay deb borishi mumkin. Ha.